Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Bo'ronov Gamer va bugungi videorolikda men sizlarga obzor modni yana olmoqchiman. Chunki eng ko'p prosmotr faqat obzor modda olinayotgan edi. Va bugungi videorolikda men sizlarga Better PvP ni obzor qilaman. Shu hozir modlar ancha ko'p modlarni, o'zim biladigan modlarni obzor qilib oldim. Endi esa PvP modlar qoldi. Yana выживаниеda ham yordam beradi, lekin bu serverlarda masalan. Xo'sh, bu mod men nima qilaman? Totemni olamiz mayli. Broniyani nakovальня. Hozir защита 4 qo'shib olaylik broniyalarga. Nima bo'ldi? Mana buni chap qo'limizga olamiz. Broniyani esa kama. Mech. Shu mana bu yerda protsentlar bilan ko'rsatib qo'yilgan. Настройкасini ochish uchun T harfi emas. Y nima, Y nima bosamiz. Undan keyin дополнительные настройки состояния брони. Зачарование. Xohlasanglar qanaqa зачарование ko'rsatsa ham bo'ladi, lekin kerak emas deb o'ylayman. Количество стрел kerak emas. Короче, там надо. С. Aman F. Virtualniy opit, bu menimcha opitni yig'ganingizdan mob bilan o'ldirasiz. O'shandan keyin opit tushadi, o'shandan keyin o'shadi. Mana 14. Lekin bu kerak bo'ladi deb o'ylamayman menga. Aman. Keyin bu nima? Информация живых объектов. Bu mana bu состояние эффектов kerak bo'ladi. Эффектов. Вернуть. Ma'lum. Hozir выживаниеga o'taylik-da. Qanday bilsam bo'ladi? Mayli, lava olamiz hozir. Keyin masalan yana PvP qilmoqchi bo'lsanglar, зелье силы, главное падение, умон черепашка. Mana lavaga o'tiramiz. To'pim kam qoldi mana. Mana bu yerda ko'rsatilyapti-da, 3 tadan 4 tadan qilganman. Настройкаdan o'zim topib. Настройкasi qiyin-da, lekin buni повышение mana shuda. Jonim kam qolgan ko'rsatadi. Переключение к рождению, ma'lum. Endi siz yelkalarni ishlaylik. Mana sila 2 1,5 daqiqaga hammasini o'zi ko'rsatadi. Totem ishlatib. Lekin bu mod menga yordam beradi-da. Yana tsani ham bossak. Qaranglar, PvP qilyapsizlar, o'shandan keyin ovqat. Masalan, зачарование яблоко 5-slot turibdi, qilish esa 1-slot. Agarni bossam avtomatik o'zi yeydi-da. Yorkani otvoramiz PvPda. Ender jemchugini otamiz, keyin R ni bosaman, o'zi yeydi avtomatik. Keyin qo'yib yuborsam yana qaysi slotda turgan bo'lsa, o'shanga qaytarib beradi. Men to'g'rilamadim. Подтвердить.
lekin восстанавливать atigi ikkitagina tezgina to'ldirib berayotgan. Hoppa. Galam yo'qmi? Galam bilan urushamiz. Yana jonlarni ham ko'rsatadi. Merdeyda turibdi menda. O'qitib olamiz. Nihoyat resurs pakim ishlabdi-da. Ayo, adashibman. Birani ham kam qolsa ham ko'rsatadi. Keyin yana bir yerda mini karta ham bor-da. Mana mini kartani yoqamiz. Mana shu mini kartaning nastroykasi yoqmaydi-da, lekin. Qaraylik qancha narsani ko'rsatib tashlab turadi. Bunga tinchgina o'zimni boshqa mini kartam bor, o'shani ishlatib yuraman-da, buni ishlatib. Yaxshi tomon lekin Better Paper'da jonlarni ham ko'rsatadi, igroklarni, любой moblarni. Yozgan qanaqadir nima edi? Управление. Nimadir ham bormidi? Настройки. Minimap yo'q edi bu. Lekin hozir men 120 ga o'tganman, 120.1 ga. Shunga unchalik 116 da o'ynamayapman-da hozir. Nima shu bo'ldi, boshqa modlar yo'q qiziqarli. Do'stlar, menimcha videorolikni ham tugatsam bo'ladi. Agar mana shu Better Paper mod sizlarga yoqqan bo'lsa, iloji boricha ko'proq prosmotr va layk qilsa, mana shuni yuklashni ham o'rgataman. Bo'ldi. Va hammaga xayr do'stlar.